Eng birinchi biza kutubxona qurishimiz kerak. Bizlardan kosmonavt qachon chiqadi Shohishtoqdan? Kuchli programmist bolalar yaratmayapmiz. Hozir hamma sharoit bor. Quruq telefon o'ynab yotish kerak emas, hozir bolasini o'qitish kerak. Rossiyadan pul jo'natadi. Biz nima qilamiz? To'y qilamiz. Yig'ib $5000 qolgandan keyin bitta to'yxonani gaplashib, $5000 bolasiga tiksin. To'yda $200-300 qilib, ha mayli xafa bo'lsa bo'lib ketsin odamlar. Bir marta shu to'y ham bermadi, tayinli osh ham qilmadi deb xoti bo'lgan ekan desin, lekin bolasiga tiksin, ertaga shunday oldidan qaytib chiqadi. Hammaga maslahat. Rossiyaga borib, ulgida ishlayapmiz, pulni jo'nat xotini yig'ib turadi, keladi, bitta uy quradi, bitta mashinalarni Nexta'ni minadi. Shartda to'ydi qiladi, qaytib ketadi. U bola o'qiyaptimi, o'qimayaptimi, hech kimda ishi yo'q. Biza qachongacha Rossiyada borib ishlayveramiz? To'g'rimi? To'g'ri. Bizlar ishlatishimiz kerak. Hammamiz aql hushimiz joyida. Dubba durust, mana kallasi ham butun bolalar bor. To'g'rimi? Bor, jamoatchilik nazorat boshlash yigit. Kompyuterda o'rgansin. Bu kichkinadan boshlanadi. Hech kim birdan haqiqatda butun dunyoni boshqaradigan bo'lib qolmaydi. Endi o'qishga qiziqishimiz kerak. Hamma oqsoqollar ham farzandini kecha kunduz tergab turish kerak, qattiq turish kerak. Bir so'm topsak ham shu bolalarni kelajagi uchun ishlatish kerak. Men bu to'g'ri aytyapman. Shunda kutubxona ham qilishimiz kerak. Hamma mahallada kutubxona bo'ladi, mana oqsoqollar aytsin, to'g'rimi? To'g'ri. Shunday programma qilingan ediki, maktabdan kelgandan keyin uydagi darslik bilan dars qilib bo'lmasdi. O'sha albatta bibliotekaga borib bitta kitob topib, nimadir yozish kerak edi. Shunga majbur bo'laydi, ammo bibliotekaga borish. Hozir unday emas.